burun-burunda, terix tulumda, yetim bulungda, o'choq kulingda bo'lgan kunlarning birida shaharga yiroq yezining chetida bir yetim bola bo'lgan ekan. U o'z yurtida qancha ishlasimi, qo'rsiq to'yg'udek g'izo, uchisi issig'udek kiyimga erishamabdi. Oxir ko'nala yerdan yerga soat debdikan. Mana bu yurtdan boshqa yurtlarga ko'chib baqay degan yerga kelibdi-da, boshqa yurtga qarab mengapti. Yetim bola u yerda ishlab, bu yerda kashlab degandek yurt arlabdi. Lekin hamma yerda qozonning quliqi to't bo'g'achqa, bog'an yerining hech biridan ko'ngli suv ichmabdi. Shunga u safarni to'xtatmay davom qilaveribdi. U yo'l yurgandimi mo'l yurib, oradan bir necha kun o'tganda bir eriqning bo'yiga kelib, aram elib suv ichibdi. Kumushdek suzuk, hasaldek shirin bu suv yigitning ko'ngliga yiqib qapti. Yuz ko'zini yuyib, o'zini sagitgandan keyin belidagi puchuqnonni elib, suvga chilab yeyishga boshlabdi. Bu chaqda suvdan yigitning oldiga bir olma eqib ketdi. Yigit uni opdi. Qarasa chiroyli qizarib pishgan olma. Yigit ko'p o'ylab o'ltirmayla olmani yeb qo'yibdi. Keyin qo'lini chayqab o'ltirib, bu olma menga o'xshash bir bechora yo'lovchining aron topgan o'zig'i bo'g'iydi. U buni yutirib qo'yib, o'zi nalarda qaqshab yurgandi. Men olmani ajab o'ylamay yeb qo'yibdiman. Yili ham o'tgan ishga salovat qilib, olmaning egisini topayda, olmani yeb qo'yganligimni aytib, roziligini olay deb o'ylabdi. O'rnidan turib, eriq yaqilab olma eqib kelgan tarafga qarab mengibdi. U manga qirlardan eshibdi. Bel puti telibdi. Lekin aram olmay, oxir eriqning beshiga beribdi. Qarsa bu eriq cho'ng bir bog'ning sho'risiga berib taqilibdi. Yigit bog'ni aylanib qarsa, yaqin atrofda bu bog'dan boshqa hech nima yo'q. Yigit, men yegan olma mushu bog'ning olmasi bo'lsa kerak. Bog'ga kirib bog'vanning roziligini elib ketay degan niyatga kelib, bog'ning eshigiga qadam besibdi. Bog'ga kirib qarsa, soqili sutdek oqargan, mangzi olmadek qizil, o'tirib bo'yi bir dehqon, qo'lidagi katminini eriqda chayqab turg'udek. Yigit oqsoqol kishining oldiga berib, salom beribdi. Salomni elik olgan dehqon: "O'g'lim, o'zing kim bo'lasan? Bu yerlarda nima ish qilib yuraysan?" debdi va bolaga sinchilab qarab chiqibdi. Yigit o'z beshidan o'tganlarni bir qo'r bayon qilib kelib, olmani eriqdan suzib olib, yeb qo'ygandan keyingi pushaymonini va olmaning egisini tepib, rozilik elish uchun kun bo'yi yo'l mengib, bu tarafga kelganini so'zlab beribdi. Yigitning gapini qiziqib anglagan dehqon uning sap ko'ngliga qoyil bo'lib, bu yigitni o'ziga kuyovul qilib olmoqchi bo'pti va bu maqsadni o'rinlash uchun o'ylanib turib, mundaq debdi: "O'g'lim, bu gapingni anglagan bog'van seningdan rozi bo'lmay tura olamdi. Biroq olmani parvish qilgan odam uchun bu so'z kifoya qilmaydi." Yigit: "Agar u kishi mening o'zrimni qabul qilmasa, uning badaliga mendan qanday ish talab qilsa, shuni berib, roziligini elishga tayyorman" debdi. "Belli o'g'lim, murodingga yet" debdi dehqon. "Sen suvdan suzilib yegan olma aslida mening yolg'iz qizimning orzusi bo'yicha o'stirilgan olma edi. Mening u qizimning qo'li tutmas, puti bosmas, ko'zi ko'mas, beshi toz bo'lganligi uchun bog'ning mevasini o'zim opirib beratdim. Bugun sen yegan olma aslida shu qizimga atab xillab uzilgan edi. Men uni elib, eriqdan atlaganda olma qo'limdan suvga tushib ketdi. Qo'limni bo'shatib tutqicha olma suvda eqib ketdi. Gapingga qaraganda u olma sanga nasib bo'pti. Buning uchun men boyli rozi bo'lgan edim. Biroq nesivining egisi bo'lgan qizim texi bu gapni anglamadi. Men qizimga sening iltimosingni aytay. Sening shunchalik yo'lni rozilik qilish uchun besib kelganingni anglasa, u balkim rozilik bera." Dehqon so'zini shu yerda tamomlab, uyiga kirib ketibdi. Xeylidan keyin chiqib yigitga: "Qizim, shu yigit eg'ir ko'misa, menga uylanib, bog'ni bir aylantirsa rozi bo'lay" dedi debdi.
Yigit qizning roziligini elish uchun uningga uylanib, bog'ni aylantirishga rozi bo'pti. Shuning bilan dehqon yigitni uyga boshlab kirib, yiroq yaqindagi tuqqanlarini yig'ib, to'y qilib qizini beribdi. To'ydan keyin yigit qizba uyga kirsa, uyning to'rida oydin chiroyliq, kundan nurliq, parizodek bir qiz o'ltirg'udek. Uning husn jamolini ko'rgan yigit, "Men ezib qilib, boshqalarning uyiga kirib qolgan o'xshayman" deb o'ylab, orqasiga yenib tikan, qiz uning oldiga kelib, ta'zim qilib turib, "Kechada meni yolg'iz tashlab nega borsiz?" debdi. Xijolatchilikda qolgan yigit yerdan ustun qaramay turib, "O'z uyimga" debdi. "O'z uyingiz mushu" debdi qiz. "Men sizning to'y qilib olgan jiptingiz. Siz rostila dehqonning qizimi?" debdi yigit ko'zlariga ishonmagan holda qizga qarab. "Ha" debdi qiz. "Undaq bo'lsa otangiz yolg'onchi ekan, meni aldabdi" debdi yigit. "Otam sizni nima deb aldadi?" debdi qiz. "Qizimning qo'li tutmas, puti bosmas, ko'zi ko'rmas, beshi toz degini oldig'in emasmi?" debdi yigit qizga ajablanib qarab. "Otamning u gapi sizni oldig'iliqi emas. U so'zda sir bor" debdi qiz. "Men bu gapdan hech nimani tushunamadim. Bu qandoq gap?" debdi yigit. "U sir mening ishimga taalluq" debdi qiz. "Otamning meni toz degini, beshi bo'sh degini, ko'zi ko'rmas degini, yot odamni ko'rmadi degini, qo'li tutmas degini, boshqalarning qo'lining uchini tutmadi degini, puti bosmas degini, yomon yo'lga mangmagan degini." Yigit qizning ko'nglining sofligiga, zehnining o'tkirligiga, dehqon bovayning aqliga hayron bo'lib, qolgan umrini shular bilan birga o'tkazibdi.